Alyonushka va Ivanushka. Qalin o'rmon yoqasidagi mo'jazgina kulbada Alyonushka ukasi Ivanushka bilan judayam ahil yashashar edi. Bir kuni Alyonushka ukasi Ivanushka bilan Adirga yo'l olibdi. Alyonushka, hoy Alyonushka. Nima deysan, ukajon? Ko'lmakdan suv ichsam maylimi? Aslo icha ko'rma. Ko'ryapsanmi, ko'lmakda otning tuyoq izlari bor. Ichsang, toychoqqa aylanasan. Unda meni holim nima kechadi? Hozir uyga ketamiz. Kun isib ketdi. Suv ichkim kelyapti. Ichma, ukajon. Buzoqchaga aylanib qolasan. Shoshma, Ivanushka. Hozir quduq yoniga yetamiz. To'yib suv ichasan. Mana bu ko'lmakdan ichaman. Qo'ysang-chi, Ivanushka. Qara, uyga ham yetib qoldik. Ichma, ukajon. Uloqchaga aylanib qolasan. Opasi Alyonushkani gapiga kirmagan Ivanushka o'z boshiga kulfat orttiribdi. Ukajon, ichma. Uloqchaga aylanib qolasan. Ivanushka. Ukajon, nima qilib qo'yding? Uxla ukam, alla yo. Uxlaydigan palla yo. Qo'rqma